ko'pchilik aka-ukalarimiz freestyle uğraşıyotdi. Mana freestyle sizlar uchun. Elitniy freezidan. Bugungi sanamiz 2026 11-may. Bo'ylari taxminan 152-53 atrofida, yoshi 1 yasharga to'ldi. Toza freezidan, yovvoshdan boqaman degan aka-ukalarga o'zlari kichkina paytdan qo'lga o'rgatib, kitlardan ham yuradigan qilib qo'ygan ekanlar, jonivorlar qarang. Jonivorlar yurishiga bir ahamiyat berib qo'yinglar. Mana odamga yaqinligini yetib ketardi u har bir videoda. Juda yaqinligi mana shunday. Qo'lga o'rganishlari. Maşallah. Canavar. Maşallah. Chaqirsangiz keladimi hozir? Keladi. Mana qora. Mana. Kel. Ana canavar kelish. Kel. Oy, yemoqchi bor. Astoydil o'rgatgan ekansiz buni, ha? Mana canavar. Bo'yni boshi turishini odamga yaqinidan so'ragan aka-ukalarga bu. Telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kimga friz baytar so'ragan aka-ukalarga bu videomizni jo'natib qo'ysanglar, xudo xolisa manfaatli bo'ladi. Shoshilinglar. Bundaqasi kamdan kam chiqadi lekin.